Haqiqatan ham harbiy xizmatchilarimiz xizmat taqozosi yuzasidan tez-tez rotatsiyada bo'lishadi, ular qonunsiz bo'lishadi. Uni harbiy xizmatchining qonunsizligi oqibatida uning oila a'zolari, farzandlari ham qonunsiz bo'ladi. Mazkur qonun loyihasi nafaqat harbiy xizmatchining o'ziga, ota-onasiga, turmush o'rtog'iga hamda farzandlariga nisbatan ham ko'pgina kafolatlar belgilab berilgan. Faqat bitta aniqlashtirish savol bo'ladi. 20-moddada harbiy xizmatchilarning farzandlari umumiy o'rta ta'lim tashkilotlariga imtiyoz asosida qabul qilinadi degan normani belgilab ketyapmiz. Shunda menda savol paydo bo'ladi. Ta'lim to'g'risidagi qonunchilikni ham ko'rib chiqdim. Maktab sohasiga oid boshqa qonun hujjatlarini ham ko'rib chiqdim. O'rta maktablarda qanday imtiyoz yoki navbat borki, biz buni qonun darajasida belgilab, harbiy xizmatchilar uchun imtiyoz qilib ko'rsatib berishimiz kerak. Harbiy xizmatchilar rotatsiya qilingan paytda endi bu noyabrda bo'ladimi, yanvarda bo'ladimi, o'zini xizmat joyidagi mikrohudud degan joylar bo'ladi. Biz buni maktabgacha ta'lim maktab vazirligi bilan ham shunday gaplashdik. Haqiqatan ham bugungi kunda amaliyotda harbiy xizmatchining farzandi ko'chirilgandan keyin ayrim ta'lim muassasalarida bularni qabul qilmaslik masalalari ham bo'lyapti. Shuni hisobiga chunki bilsangiz o'quv davrini o'rtasida borsa, sen mikrohududda emassan, boshqa hududdan borishing kerak yoki doim omadsiz holatlar bo'lgan. Shuning uchun qonunga imtiyoz so'zi kiritildiki, harbiy xizmatchini rotatsiya qilingan paytda shu o'zini shu yashash joyidagi maktabiga to'g'ridan-to'g'ri farzandini o'qishga qabul qilish masalasida mana shu imtiyoz so'zi kiritilgan. Tushunarli. Bizni qonunchiligimizda shunday belgilanganki, sinfdan sinfga ko'chirish masalasi faqat chorak yakunida bo'ladi. Maktabdan maktabga ko'chirish masalasi 1-avgustdan 25-maygacha hech qanaqa cheklanmagan tarzda bo'ladi. Bu Vazirlar Mahkamasining alohida qarori bilan ham bor. Xalq ta'limi vazirining buyrug'i, Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tgan normativ huquq hujjatida ham bor. Hech qanaqangi cheklov yo'q. Hatto rad qilish asosi yo'q. Bitta asos keltirilgan Vazirlar Mahkamasining qarorida rad qilish asosi faqatgina o'sha sinfdagi kvotadan ortiqcha bola bo'lsagina deyilgan. Bu esa imtiyoz hisoblanmaydi. Bu imtiyoz bo'lmaydi. Bu mustasno, istisno bo'lishi mumkin. Bu imtiyoz hisoblanmaydi endi. Boshqa holatda hech qanaqangi siz aytadigan cheklov yo'q. Yozib qo'yibdi 1-avgustdan 25-maygacha, ya'ni o'quv yilining boshidan oxirigacha ko'chirishga haqli. Ruxsat bersalaringiz, fraksiya yig'ilishdan keyin o'zimiz ishchi guruh bilan bir ko'raylik. Agar haqiqatan taklifingiz asosli bo'ladigan bo'lsa, bir yana qayta ko'rib sizga ruxsat bersangiz, ertaga yalpi yig'ilishgacha yana demak ma'lumotni beramiz.